Rostini aytsam, Qo'qonda yaxshi ish topish qiyin deb o'ylaysizmi? Adashasiz. Ishqidirib jamoasi siz uchun yana bir yaxshi vakansiya topib qo'ydi. Agar sizga qiziq bo'lsa, unda videoni oxirigacha ko'ring. Bugun biz Qo'qon shahri Farobiy bozori ro'parasida joylashgan Banana o'yinchoqlar do'koniga ish qidirib keldik. Bizni Banana o'yinchoqlar do'koni ish boshqaruvchisi Yodgorjon aka kutib oldilar. Banana o'yinchoqlar do'koniga hozirgi paytda Brandface ambasador qiz va ayollar, kassir yordamchilari qiz va ayollar, sotuvchi yigitlar, ijtimoiy tarmoq va call center adminiga yigitlar va hamda tozalik xodimasi uchun bo'sh ish o'rinlari mavjud ekan. Brandface yosh chegarasi 18 yoshdan 30 yoshgacha. Ko'rinishi tartibli, ravon nuqta gapira oladigan, sotuvchi yigitlar sotuv sohasida tajribaga ega, kassir yordamchilari yosh chegarasi 20 yoshdan 35 yoshgacha hisob-kitobni tushunadigan, kompyuterdan foydalana oladigan. Ijtimoiy tarmoqlari va call center admini qo'ng'iroqlar va yetkazib berish xizmatiga javob berish, ishga mas'uliyatli bo'lish, imkon qadar yashash manzili Qo'qon shahrida bo'lish xodimlardan talab qilinadi. Xodimlar uchun tushlik va kechki ovqat ishxona hisobidan. Jamoada ayol va qiz xodimlarni ishlash uchun barcha qulayliklar mavjud. Yaxshi ishlagan xodimlar uchun oylikdan tashqari qo'shimcha bonuslar mavjud. Ish vaqtlariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi smena soat 8:00 dan 18:00 gacha, ikkinchi smena soat 3:00 dan kechki 12:00 gacha. Ish haqiga to'xtaladigan bo'lsak, yuqori narxlarda va albatta siz uchun qiziq bo'ladigan narxda. Ishga kirmoqchi bo'lgan Brandface va ijtimoiy tarmoqdagi adminlar ushbu raqamlarga, kassir yordamchiligiga ishga kirmoqchi bo'lganlar ushbu raqamlarga, sotuvchilik va tozalik xodimasi ishga kirmoqchi bo'lganlar quyidagi raqamlarga. Agarda student bo'lsangiz ham ishga qabul qilishadi. Shu va yana shunga o'xshagan bo'sh ish o'rinlarini bizning Telegram kanalimiz va Instagram sahifamizda kuzatib boring. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat.